Baxt ovchisi serialidagi Zulya roli bilan tanilgan aktrisa va teleboshlovchi Barchin G'ofurovaning asli ismi Umida. Bolaligida otasi tashlab ketgan Barchin bugunga qadar bolalik jarohatlari bilan yashaydi. Onasi saratonga uchragan. Qomat tufayli turli haqoratlar eshitgan aktrisaning hayot yo'li bir tekisda emas. U salbiy rollari tufayli ayollar tomonidan o'ldirilish bilan ham tahdidlarga uchragan. Barchin G'ofurova bu yil 35 yoshni qarshiladi. Raqqosa bo'lishimga qarshi bo'lishgan. 90-yilda Toshkentda tug'ilgan Barchinning bolaligi Qashqadaryoda o'tgan. U Qarshi shahridagi maktabda tahsil olgan. Ota-onam asli Qashqadaryolik bo'lishgan, ammo men Toshkentda tug'ilganman. Bolaligimdan raqqosa bo'lishni orzu qilardim, ammo oila a'zolarim bu kasbni egallashimga jiddiy qarshilik qilishdi. Hech bo'lmasa aktrisa bo'lishimga ruxsat beringlar deb O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat oliygohining drama aktyorligi bo'limiga hujjat topshirganman. Afsuski, o'sha yili shartnoma pulini to'la olmaganim uchun o'qishdan chetlashtirishgan. Bir yildan so'ng yana hujjat topshirib, grant asosida o'qishga qabul qilinganman. Ayrimlar o'ylaganidek san'atga begona inson emasman. Oliygohni bitirib, O'zbekiston Davlat satira teatrida ham ishladim, deya eslaydi aktrisa. Barchin talabalik yillari haqida gap ketganida Saida Rametovaga xizmat qilib, u kabi bo'lishni orzu qilgan haqida eslaydi. Oilada 2 farzandmiz. Ukam ikkimizning bolalik yillarimiz havas qilgudek o'tgan. Afsuski, maktabni bitirish arafasida ukamda jiddiy xastalik aniqlandi. Onam uyimizni sotib, ukamni davolatishga qaror qildi. U kunlarni eslash juda og'ir. Shukrki, ukam Pragada uzoq vaqt davolanib, kasallikdan butunlay xalos bo'ldi. Ammo ijara uyda yashash oson emasdi. Yashirmayman. Puldan qiynalganim uchun darsdan keyin oshxonalarda ishlashimga to'g'ri kelgan. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat oliygohining eski binosi yaqinida Gap kafesi bor edi. Har kuni darsdan keyin ofitsiantlik qilardim. Uning doimiy mijozlaridan biri aktrisa Saida Rametova edi. Men ham shu inson kabi aktrisa bo'la olamanmi deb orzu qilardim. Orzuim Ozod Shamsning Ishq o'yinlari serialida amalga oshdi, deydi Barchin G'ofurova. Barchin G'ofurova rejissyorlar uni rolga tasdiqlashlari uchun behayo takliflari-yu pora so'rashlariga jimgina ko'z yuma olmaydi. Ayol san'atkorlarga juda qiyin. Bitta rolga erishguncha bema'ni takliflar va kamsitilishlarga chidash kerak. Yashirmayman. Mendan ko'p rejissyorlar rol uchun pul so'rashgan. Shu bois ko'plab kastinglardan 4 yil nega aktyorlik bo'yicha o'qidim deb jahl qilib chiqib ketganman. Chunki u paytdagi moddiy ahvolim og'ir edi. Teatrdan oladigan 500-600 ming so'm ijara uy va yeb ichishimdan ortmasdi. Hayotimga kutilmagan tashvishlar ko'p bora soya solgan. Shulardan biri 2015-yili 25-may kuni sodir bo'ldi. O'shanda teatrda Qo'sh arava spektaklining tayyorgarlik jarayoni edi. Onam qo'ng'iroq qilib, metroning Abdulla Qodiriy bekatida yiqilib jarohat olganini aytdi. Ko'zimga hech narsa ko'rinmay, yugurib sahnadan chiqib ketdim. Kelsam, onam metrodan chiqish eshigi oldida yiqilgancha o'tiribdi. Birorta inson qo'lidan tutib, nega yiqilganining sababini so'ramagan. Bekat xodimlari ham tez yordamga qo'ng'iroq qilishmagan. Zaxda shuncha payt qolib ketgan onamga achindim va tez yordamga qo'ng'iroq qildim. Suyak singani uchun onam ancha qiynaldi. Operatsiya qildirmasa yurolmay qolishini aytishdi. Ammo menda yetarli pul yo'q edi. Shunda qarindosh urug'lar va teatrdagi hamkasblarim ozgina pul yig'ib berishdi. Umirali Baratovich degan shifokor ahvolimni ko'rib, menga pulingiz kerak emas deganda, quvonganimdan onam yurib ketsa, butun shifoxonaga osh tarqataman deb niyat qilgandim. Shukrki, niyatim ko'p o'tmay amalga oshdi, deya xotirlaydi aktrisa. Baxt ovchisi serialidagi Zulya Basitovna roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Barchin G'ofurova bu rolga nima sababdan rozi bo'lgani va suratga olish ishlari yakunlanmay, onasining og'ir xastalikka chalingani haqida gapirdi. Baxt ovchisiga taklif etishgan paytda moliyaviy jihatdan qiynalayotgan paytlarimiz edi. Sovutgichning ichi bo'sh, hatto yeyishga nonimiz bo'lmagan paytda serialdan taklif tushdi. Onam bilan maslahatlashganimda ssenariyni o'qib, ikkinchi xotin mavzusi ekan. Nima qilasan endi? Tanlagan kasbing shu, rozi bo'laver degan. Filmning birinchi mavsumi uchun kunlik gonorarim
233 ming so'm etib belgilangan. Ular bir oydan keyin pullarimni ko'tarishga va'da berishgan edi. Ammo turli sabablarga ko'ra bu amalga oshmadi. Kam pul berishsa ham rolimni yaxshi ko'rganim uchun biror marta bundan noliganim yo'q. 9 oy davomida bir oiladek bo'lib ishladik. Vaqt kelsa, syomka uchun obyektlar topishga yoki rolga mos aktrisalarni tanlashga ham yordamlashdim. Serialning birinchi mavsumi eng yuqori reytingni zabt etdi. Uning omadidan xursand bo'lib yurganimda, onamning birdan tobi qochib, kasalxonaga tushib qoldi. Onamga qo'yilgan saraton tashxisi meni shok holatga tushirdi. Shifokorlar zudlik bilan kimyoterapiya muolajalarini boshlash kerakligini aytishdi. Uning bari katta mablag' talab etardi. Shu bois ikkinchi mavsumda kunlik gonorarni 100 AQSh dollar qilishlarini so'radim. Boshqa payt bo'lsa unday qilmasdim. Ammo onam va ukam kasal bo'lib davolanayotganida 233 ming so'm gonorarga ishlay olmasdim. Albatta, bu talabim hech kimga yoqmadi. Tanilib bo'lgandan keyin shuda deganlar ham bo'ldi. Hatto meni roldan chetlashtirib, yangi aktrisalar uchun kasting ham e'lon qilishdi. Ammo kanal rahbarlaridan biri bo'lgan Sardor Komilov agar Barchinning rolini boshqa aktrisa ijro etadigan bo'lsa, shuncha qilgan syomkalaring uchun haq to'lamaymiz debdi. Shundan keyingina men bilan munosabatlarni tiklashga harakat qilishdi. Ammo ancha vaqtgacha rejissyor va ba'zi insonlar sovuq munosabatda bo'lishdi, deydi aktrisa Barchin G'ofurova. Barchin G'ofurova ham bir necha san'atkorlar singari ota mehridan ayro yashagan. U otasi sabab erkaklardan ko'ngli qolgani va endilikda hayotida otasiga o'rin yo'qligini quyidagicha izohlaydi. Ota mehrini his qilishni istaganman, ammo kaminani bu baxtdan mosuvo qilishgan. U ukam ikkimizni bolaligimizda tashlab ketgan. Avvaliga ajrashishiga ko'proq onam sababchi deb bilardim, chunki u nihoyatda g'ururli ayol. Ammo ulg'ayib, yarashish taklifi bilan otamning oldiga borganimdan keyin fikrlarim o'zgardi. U yangi oilasi borligini va boshqa bolalarning boshini silayotgani uchunmi biz bilan yashashni istamadi. Ilgari otam o'lgan deb bilardim. Onam ketma-ket jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganda, ukam oshqozon saratoniga chalinib, uni davolatish uchun uyimizni sotganimizda ham u inson xabar olmagan. Lekin otam bilan uchrashganda familiyangizda xalqqa tanalaman degandim. Balki Barchin G'ofurovani televizorda ko'rganda ko'nglidan nimalardir o'tar. Bu yog'i menga qorong'u, ammo u inson sabab erkaklardan ko'nglim qolgan. Oila qurishdan ham qo'rqaman, deydi aktrisa. Aktrisa Barchin G'ofurova ortiqcha vazni tufayli o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketgani bois oshqozon kichraytirish amaliyotini qildirgani haqida so'zlab berdi. Bu qarorga kelishim juda qiyin bo'ldi. Lekin bu amaliyotni o'tkazmasam, og'ir oqibat meni depressiyaga olib borardi. Operatsiya qilgan vrachim Quvaytdan. Instagram postlarim, rol o'ynagan seriallarim izohiga turli haqoratli gaplar yozilayotgani sababli ushbu amaliyotni o'tkazdim, deydi Barchin G'ofurova.